Assalomu alaykum hammaga. Bir ikki kun oldin mana bu quyonimiz tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Tug'ib qoladi degandik. Xudoga shukr tug'ibdi. Hozir sizlar bilan birga shu nechta tuqqanini sanab ko'ramiz. Mana bir chiroyli qilib tuqqan. Bismillahirrohmanirrohim. Hozirroq junta qilib olamiz. Bo'rchalarni tagiga. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta, 11ta, 12ta, 13ta, 14ta. 14 ekan, boshqa qolmadi. Maşallah deb qo'yasizlar. Mana 14ta tug'ibdi. Mana bu quyonimiz, hikol quyonimiz. Leylapadan olib keldik Toshkentdan. Alloh barakasini bersin. Endi bularni qaytarib qo'yamiz. Tepadagilar ham tug'ish kerak. Xudo xolasa agar ular kamroq tug'ib qolsa, buni bolalaridan bunga qo'yamiz. Buni 14 ta ko'plik qiladi. 10 talar qoldirib qo'ysak, endi uni tug'ishga qarab u ham shunday ko'p tug'ib bilmadim nima bo'ladi. Qolgan tuqqanlarga qo'shamiz. Hammasi ko'z tegmasa, mana katta quyonchalar. Qorni to'q hammasini. Xudo xolasa toza hikolchalar. Bugun ikkinchi kun kechqurun tuqqan ekan. Kechqurun endi qorong'i bo'lgani uchun video qilmadim. Bugun birdan video qilib ham sonini ko'rib chiqamiz deb video qildik. Shu azizlar 30-yanvarda qochirdik. Kecha 2-fevralda tug'di. 14 ta tug'di mana shu quyonimiz. Mana bu ham tug'ish kerak. Xudo xolasa bugun erta tug'ib qolsa, bolalaridan bunga beramiz. Mana bu ham joy tayyorlab boshlagan. Hozir yungini yulib, xudo xolasa bu 1-fevralda qochgan. So'ngra bugun ya erta tug'ib qolish kerak. Bunga hali bor. Bu ham xudo xolasa bo'g'iz. 11-fevralda qochgan. Bizni kuzatib boring, like, podpiska esdan chiqmasin. Hammangizni yangi videolar bilan yana kutib qolamiz.